Inson salomatligi va umrining davomiyligi to'g'ridan-to'g'ri ovqatlanish bilan bog'liq. Afsuski, O'zbekistonda ko'pchilik tuzni, shirinlik va fast foodni ortiqcha iste'mol qiladi, lekin meva va sabzavotlarni kam yeydi. Natijada yurak xastaligi, diabet va semizlik hollari keskin ortmoqda. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'rta Yer dengizi aholisi, masalan, Italiya va Ispaniyada yashovchilar sog'lom parhez tufayli bizdan 11 barobar kam yurak kasalligiga chalinadi. Ular har kuni meva, sabzavot, baliq va butun don mahsulotlari yeyishadi. Yog' sifatida esa zaytun yog'idan foydalanishadi. Sog'lom ovqatlanish bu dori emas, ammo eng kuchli profilaktika vositasi. Batafsil ma'lumot va to'liq video uchun YouTube kanalimizga o'ting. QR kod skaner orqali to'g'ridan-to'g'ri o'ting. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.